Ha. Siz nima? Mani videoga chiqarib, internetga chiqarib yubordingiz. Nima haqqingiz bor birovni videosini internetga chiqargani? Bilasizmi, meni yaqinlarim, tanishlarim bu videoni ko'rib menga ko'rsatganda qanaqa shok bo'ldim. Nima qilib yuboraman? Militsiyaga ustingizdan yozib yuboraman. O'tiring. Yo, tushing, bu yerda gaplashamiz. Nima qilamiz? Tashqarida o'tiring mashinaga. O'tirmayman mashinangizga, tushing gaplashamiz. Yo'q. Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan har doimgidek Mansurbek va siz Yo'lbarsdagi kanalini tomosha qilyapsiz. O'rtoqlar, anchadan beri Svidaniya show chiqarmasdan bu safargi chiqargan Svidaniya showni ochig'i YouTube'ga zagruzka qilish uchun, ya'ni sizlarga taqdim qilishdan oldin juda ham qattiq bir hayajon bo'ldi. Nimagaki, odamlar qanaqa qabul qiladi endi buni? Ya'ni qanaqa prosmotr bo'ladi degan qo'rquv bo'ldi. No, hammalarga rahmat o'rtoqlar. Hozirgi kunda 40 mingga yaqin bo'lib qoldi. O'sha 3 yil davomida 3 yildan keyin qo'ygan videomiz 40 mingga yaqin bo'lib qoldi. Yana bitta narsa o'rtoqlar, ko'pchilik kommentariyaga yozdi, "Что bu qizni xafa qilib qo'yibsan. Qiz bolani ham shunaqa xafa qiladimi?" Umuman olganda, oldingi Svidaniya shoularda qizlarni xafa qilmasdan videoni oxirida gul va shokolad berib, ularning kayfiyatini ko'tarib qo'yarding. Ammo bu qiz sendan hozir qattiq xafa bo'lib qoldi deb ko'pchilik kommentariyada yozgani uchun o'rtoqlar, shu qizni bilan bugun ko'rishaman. Nimagaki, bu qiz bilan bugun ko'rishib, ozgina kayfiyatini ko'tarib qo'ymasak bo'lmaydi. Nimagaki, Yo'lbars TV va Yo'lbars TV obunachilari shu kungacha hech kimni, ya'ni hech qaysi qizni xafa qilib qo'ymagan o'rtoqlar. Hozir biror yerga to'xtaymiz va telefon qilib ko'ramiz o'rtoqlar. O'rtoqlar, telefon qilishdan oldin sizlarga bir narsani aytib o'taman. Agarda bu videoni birinchi qismini ko'rmaganlar bo'lsa, mana shu yerda chiqib turgan yozuvning ustiga bossanglar, birinchi qismini ko'ra olasizlar. Ya'ni birinchi qismini ko'rmasdan turib agar bu videoni ko'rayotgan bo'lsanglar, ochig'ini aytaman, sizlar hech narsani tushunmaysizlar o'rtoqlar. Tak, yaxshi, o'sha kuni telefon nomerini olgan edim. Hozir nima deydi, nima emas bilmayman ochig'i. Baribir g'alati bo'libdi ona. Alo. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ishlaringiz yaxshimi? Yaxshi, kim bu? Anu kuni nimadan oluvdim sizni? Astanovkadan. O'sha bo'laman. Astanovkadan? Ha, siz o'sha bolamisiz? Ha. Siz nima? Meni videoga chiqarib, internetga chiqarib yubordingiz. Nima haqqingiz bor birovni videosini internetga chiqargani? To'xtang. Anaqa shoshilmang. Yo, sizga nima haqqingiz bor unaqa qilishga? Bilasizmi, meni yaqinlarim, tanishlarim bu videoni ko'rib menga ko'rsatganda qanaqa shok bo'ldim. Qarang, bu shuncha Sizdan yozib yuboraman, haqqingiz yo'q birovni videosini unaqa chiqarib yuborishga. nima qilib yuboraman? Olmasdan tim bo'ldi. Nima qilib yuboraman? Militsiyaga ustingizdan yozib yuboraman. O'sha kuni shunchaki hazil bo'lgan edi. Shunchaki hazillashgan edim. Qarang, biror yerda ko'risha olamizmi siz bilan? Qanaqa hazil? Videoni Instagram emas, YouTube'ga qo'yib yuboribsiz. Internet tarmoqlarida deyishdi menga. Potom menga ko'rsatishdi. Yo, bo'pti, tushundim. Biror yerda ko'risha olamizmi siz bilan? Potom men o'zbekcha emasman. E'tiboringiz uchun. Hozir yapon tilida gapiryapsizmi? Prosta o'zbek tilini bilaman, shuning uchun o'zbek tilida gapiryapman. O'zbekcha emasman men. Yo, bo'pti, yaxshi. Jahl qilmang bo'ldi. Hali ham men oilam ko'rgani yo'q bu narsani. Oilam ko'rsa bilasizmi qanaqa ishlar bo'ladi? Yo, bu yerda hech qanaqa bir yomon narsa bo'lmagani, to'g'rimi? Shunchaki o'zingiz ko'rdingizmi videoni? Ha, ko'rdim. Faqat ozgina ko'rdim. Jahlim chiqib, uni ham birov ko'rsatdi. G'alati bo'lib qoldim men o'sha yerda. Uyalib qoldim rosa. Birinchi videoni oxirigacha ko'rmabsiz-da siz. Yo, u oxirigacha ko'rib olmang, chunki oxirida bir 2 sekundda anaqa joyi bor. Mayli, unga e'tibor bermang.
Keling, siz bilan bir joyda, biror joyda ko'rishib olamizda, sizga hammasini tushuntiraman. Siz bu narsani qonun bo'yicha zapishonligini bilasizmi? Bilaman. Birovni videosini qo'yishi. Ha, bilaman. Shuning uchun hozir men sizga telefon qilyapman. Keyin ko'pincha podpischiklarim bu qizni xafa qilib qo'yding degani uchun sizga telefon qilib, biror yerda ko'rishib olaylik debman. Biror yerda ko'rishib olamizmi? Bo'pti, men hozir o'qishdaman. O'qishdan chiqib, keyin ko'rishamiz. Soat nechilarga? Yana 2 soatlardan keyin parom tugaydi, 1,5 soatda. 12 bo'lganmi? Soat 2:30larga bo'shab qolasiz ekan-a? Ha. Bo'ldi, xo'p. Qayerga o'tishim kerak shunda? Qaysi o'qish? O'zim lokatsiya tashab qo'yaman sizga. Bo'ldi, xo'p. Bo'lmasa shu soat 2dan 20 minut o'tganda yana qayta telefon qilaman-a? Lekin baribir bu narsa yaxshi emas. Shuni bilib qo'ying. Birovdan ruxsat olmasdan birovni internetga qo'ya olmaysiz. Bo'ldi, xo'p. Davay shu narsani ko'rishganimizda gaplashaylik. Xo'p, sizni tushundim. Men noto'g'ri qilibman. Qonunga xilof ish qilibman. Vinovatman. Xo'p, ko'rishganda gaplashamiz. Bo'pti, mayli, xo'p. Xo'p. Voy, o'rtoqlar. Yeb qo'yadi, ko'rdinglarmi? Mayli, qilgan aybimizni yuvish uchun mayli har qanaqa toshga chidaymiz. Bugungi video ham albatta qiziqarli bo'ladi, xudo xolasa. Sizlarni kayfiyatinglarni ko'tarishda davom etaman. Bitta narsani aytaman, o'rtoqlar, kommentariyaga o'zingizlarni shunchaki motivatsiya beradigan so'zinglarni yozib qoldirib, qanaqadir haqoratsiz yoki boshqa narsasiz. To'g'ri, ayb ish qildim, videoga olib chiqarib yubordim va buni ya'ni erkak kishi ayb ish qilgandan keyin uzr so'rashni ham bilish kerak degan gap bor-ku. Shu paytgacha Yo'lbars TV obunachilari va men hech kimni xafa qilmaganmiz, xafa qilgan bo'lsak ham aybimizni yuvganmiz, o'rtoqlar. Bugun ham xuddi shunaqa bo'ladi. Albatta videoni oxirigacha ko'ringlar. O'rtoqlar, va nihoyat gaplashdim hozir. O'qishdan chiqib lokatsiya berdi. Где-то 200 metr qoldi. Onasini ensin borib ish qilib, yaxshilik bilan tugasin, duo qilib turinglar. Yaxshimisiz? Yaxshi. Ishlaringiz yaxshimi? O'tiring. Tushing, bu yerda gaplashamiz. Nima qilamiz? Tashqarida o'tiring mashinaga. O'tiring mashinangizga, tushing gaplashamiz. Yo'q, o'tiring mashinaga. Tashqarida nimani gaplashamiz? Qarang, shuncha Meni odamlar yana bor. yo'l o'rtasida tashlab ketasiz. Yo'q, o'tiring. Ishlaringiz yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Nima gaplar? Shu sizni yozib beraman deb yuribman. Kimga? Milisaga Tavba qildim. yozib beraman sizni. Terpilamiz, nima bo'lar? Bu nima u terpiylar? Shunaqa yozib beradiganlar shunaqa terpillar deydi. Ha, terpiylama. Yaxshiman. Yo'q, siz yoningizga kelganimdan maqsad ochig'ini aytaman sizga. Men blogerman YouTube'da. YouTuber, ya'ni shunaqa har xil kontentlar, shunaqa videolar. O'z videoni ko'rgan bo'lsangiz, boshqa videolarni ham ko'rib chiqqandirsiz. Yo'q, Ko'rmadingizmi? ko'rmadim. Shunaqa videolar tortaman. Hazil huzul, ya'ni nima deydi? Prikol. Prikol tushunasiz, to'g'rimi? Ha, tushunaman. Shunaqa hazil, prikol, komediya, xullas odamlarni bu ahmoq degani bu hazilga o'tmasa kerak. Yo'q, odamlarni shunchaki kayfiyatini ko'taraman. Bu birinchidan, ikkinchidan bu ahmoq haligi seryozni gap bo'lmasa kerak deb o'ylayman. Men o'zbekchani yaxshi bilaman, ahmoqni nima deganligini ham yaxshi bilaman. Boya men o'zbek emasman, siz millatizmi? Karismi, yaponmi? Ularga hech o'xshamaysiz. Ishingiz bor, millatim bilan. Tak o'zi videoni qo'yib yuborganingiz o'zi. Kelib turib tushirimgacha hamma telefon qilib yotibdi. Shuning ham keldim-da, mana misol, ana odam ayb ish qilib qo'ysa, aybini yuvishni ham bilish kerak-ku. To'g'rimi? Shuning uchun keldim mana yoningizga.
Yaxshimi O'tgan shu kuni? safar o'zi suv bilan yubkalarim hamma yerimni yuvib berdingiz. Uzun yubkamni shu yergacha ho'l qilib. Yo, anaqa yomon narsa emas edi-yu, suv edi-yu, to'g'rimi? Podpischiklarim ko'pni yozdi o'sha videoni chiqarganimdan keyin. Bekor qilding, yo'lda tushirib ketding qiz bolani, xafa qilding bu qizni degani uchun o'sha podpischiklarim nomidan, o'zimning nomimdan aybimni yuvgani keldim. Yaxshi, o'sha kun nomeringizni saqlantirib qo'ygan ekanman. Undan keyin boya telefon qildim. Telefon qilgandan keyin yozib beraman deb turdim dedingiz. Yana ham bir haligi o'zimni boshqacharoq chuvstib qildim. Atak bunaqa narsalarga ko'nikib ketganman. Voy. Nima siz Endi- ko'plar yozib berishganmi? Juda ko'pchilik yozib bergan. 15 sutka, 5 sutka, 10 sutkalab o'tirib chiqqanman. Hali shunaqa insonmisiz? Yo endi yomon ish qilmaganman. Mana xuddi shunaqa hazil huzul, prikol, odamlarning kayfiyatini ko'tarish, buni ko'pchilik tushunmasdan o'sha meni razresheniyamsiz, ya'ni meni ruxsatimsiz meni videoga olib internet tarmog'iga qo'yib yuborgan deb shunaqa terpilalik qilishgan. Ha, albatta shunaqa bo'ladi-da. Bu terpilali emas bu. Mana ota-onam ko'rsa nima deydi? Yo, u yerda baribir ota-onangiz ko'rgan taqdirda ham yomon narsa bo'lmadi, to'g'rimi? Shunchaki hazil huzul. O'zim videoda ko'ringandaqa odam emasman, misol. Mayli, bo'pti, aybimni yuvish uchun qarang, hozir sizni ovqatlanishga olib boraman, bo'ladimi? Studentlar baribir endi nima deydi haligi? Hamma student nima deydi haligi? Student bo'lsam ham nishibroq emasman. O'zimga o'zim ovqat ola olaman. Menga olib berasizmi? Voy, nimaga sizga olib berishim kerak? O'zingiz yeb, men o'tirsam bo'lmasa kerak yoningizda. Ham siz aybdorsiz, hamma sizga bu narsa olib beramanmi? Bo'pti, men olib beraman. Siz ovqatlanishga olib boraman. Ko'nglingiz to'ladimi shunda? Endi shunchaki hazil huzul uchun javnaqaligi seryoznilashmasak yaxshi bo'lar, to'g'rimi? Hazil bo'ldi. Mana akalarim bilsa, seryozni bo'lish qanaqaligini ko'rasiz. Hali ham ko'rmagan u videoni. Rozimisiz? Ovqatlanishga olib boraman, aytib qo'y. Bo'pti, Qayerga olib boray? farqi yo'q. Farqi yo'q? Farqi yo'q. Bunaqa joy yo'q-da. Ey! Bo'pti, farqi bo'lmasa, hozircha joyga olib boraman. Qorinni to'yg'izamiz birinchi, xo'p? Qorinni to'yg'izamiz. Undan keyin siz mendan xafa bo'lmaysiz. Men sizdan xafa bo'lmayman. Buni o'ylab ko'ramiz. Ha, o'ylab ko'radigan joyi ham bormi hali? Menga bu videoni dugonalarim Instagramdan yuborib, mana undan xabaring bormi deganda men qanaqa ahvolga tushganimni faqat men bilaman. Ha, bu yerda aytmadingizmi? Da, bu yerda yomon narsa bo'lmagan, nima dedingiz? O'zingiz ham kayfiyatingiz ko'tarildi, to'g'rimi shu kuni? Mani ahmoq deganingizni vez nima desam bo'ladi? Mani krugim bildi-yu, уже kursdoshlarim bildi. Endi ahmoq degan narsa bu yomon narsa emas, bu jahligi. Shunchaki men ahmoq demadim sizni. Men ahmoqqina ekan dedim sizni. Mana shu Tushunyapsizmi? paytgacha hech kim ahmoq demaganda. Shunga o'rganmaganman, uzr. Hayotingizda birinchi zarbani bergan odam men bo'pman-da sizga. Bu hayot. Hali bu hayotda juda ko'p narsani ko'rasiz, tushundingizmi? Nima, men qarab gapiryapsiz? Nima yuzingizga qarab gapiring? Nima, yuzim shu darajadalik qarab bo'lmaydigan darajadami? Yo'q, unaqa emas. Ha. Baribir erkak kishisiz. Baribir sizni yaxshi tanimayman. Rostdan. Nima? Shunaqa qizlar ham bormi hozir? Men boshqalarni bilmayman, o'zimga javob beraman. Sir bo'lmasa nima anaqa ovqatlar tanovul qilasiz? Menga farqi yo'q. Rostdan farqi yo'q. A few moments later. Bismillah. Ne? Nima bu? Choy? Voy. Qayerga qo'yib buni? Somsa? Qanaqa somsa bu? Bu tandir somsa. Hasanning somsasi. Hasan somsasi? O'rtog'im chiqaradi.
Issiq. Bizda somsa bunaqa bo'lmaydi. Qanaqa bo'ladi? Uch burchi bo'ladi. Bo'ladimi? O'zingiz aytdingiz-ku, siz ana duxovka somsani aytyapsiz. Bo'ladimi? Любой joyga dedingiz, farqi yo'q dedingiz mana. Если farqi yo'q, mana salfetka. Somsa yeymizmi? Ha? Ha. Ketadimi? Ha. Ketadi, yomon dedi. Ketadi. Voy, buni qarang. Qani? Bosingchi. Yeb ko'rmagandim. Bismillah. Qalay ekan? Yoqdimi? Bu bilasizmi, hamma narsada comfort plus shunaqa narsalar bo'ladi. Biznes. A bu vmesте. Buni ko'proq taksilar tushunadi. Lekin zo'r ekan. Yoqdimi? Qanaqadir restoranga borasmikan debman. Restoranga? Yo'q. Agar restoranga deganingizda olib borardim. Yo'q, yaxshi. Siz o'zlik bo'y joyga dedingiz-ku. Joy ham topilmaydi shekilli mashinada. Yo'q. Joy bor, hozir siz uni kirib o'tiramiz. Yo'q, endi bo'ldi, yeb bo'lyapmiz. Yana yeysizmi? Endi ayting. Sizni video qilib chiqarganimga xafa emasmisiz? Buni uydagilarim ko'rgandan keyin aytaman javobini. Hali ko'rishmaganda. Ko'rishsa so'rashadi-da. Siz xafa emasmisiz? Terpilali qilib yozib yubormang ana. Allaqachon yozib yuborardim, faqat ismingizni ham bilmayman-da. O'sha siz videoni ko'rgan kanalda yozilib turibdi ismi. Instagramim bor edi, Telegramim bor edi u yerda. Kanalga qarabmanmi? Mana u yerda shokda qoldim. Mani videoga Somsadan oling, somsadan. So'q qolmas, oling. Ha, qani? Ha. Choydan ichib oling orqasidan. suv. Qani ovqatlanish yoqdimi? Yo'qdi. Bilasizmi bu ovqatlanish nomini nima deydi? Vmesте deydimi? Ha? Vmesте. O'zingiz Yo'q. Yo'q. Korolevskiy deydi bu ovqatlanish nomi. Korolevskiy. Shunaqa. Qayerga boramiz endi? Ayting. Mana uyga borib qo'yasiz. Uyga? Uyimga. Uyda nima qilasiz? Hozir o'qishdan chiqdim, uyga boraman, dam olaman biroz. Uyingiz qayerda? O'tgan safar tashlab ketgan joyingizga borsangiz, o'sha yerdan yetib olaman hozir. Magazinga kirishim kerak. To'shni o'sha yerga tashlaymi? 50 metr u yoq yoki 50 metr bu yoqqa ham emas, to'shni o'sha yerga. Молодец. Hop. Tashlayman. Mashina zo'r ekan, ha? Ha? Mashina zo'r ekan. Zo'r. Toshbaqaga o'xshaydi-ya. Hozir siz maqtadingizmi yoki Конечно, maqtayapman. askarbit qildingizmi? Yo'q, nimaga askarbit qilar ekanman? Emas, toshbaqaga o'xshaydi. Sekin ketyapmizmi? Tez yurib beraymi? Yo'q. Ha. Men aytmadim, u tezligi toshbaqaniki dedim, Ha. ko'rinishi o'xshar ekan. Kichkina mana unaqa.
Zo'r ekan. Bu yerda anu probkada qolib ketsangiz ham orasidan o'tib ketaverasiz. Va bu sizga tikomidi orasidan o'tib ketaveradi. Mana masalan, mana ikkala mashinaning orasiga qanaqa qilib sig'ishim mumkin? Bo'lmadi. Xo'sh, baqa. Lekin zo'r ekan. Yoqdimi sizga? Neobычныйda. Pardalaringiz ajoyib. Pardalarim? Ha. Yoqdimi sizga? Siz bo'lmasa qayerdan olgansiz? Nimani? Pardalarni. Bu pardalarni zakaz qilganman. Qayerda? Valberesdan. Shunaqa parda ham bor ekan. Ha. Zo'r. To'g'ri. Men tashqaridagilarni ko'rayu, tashqaridagilar meni ko'rmasin degan. Tushundingizda? Hech mashinalarda bunaqa parda ko'rmabman, ha? Zo'r ekan. Xullas, xafa bo'lmadingizmi? Xafa bo'lmadi. Yaxshimi hammasi? Zo'r. O'ylaymanki, nima deydi, sizni xafa qilmadim. Kayfiyatingiz ozgina bo'lsa ham ko'tardim deb o'ylayman. Ko'tardingiz. Aslida men ham pozitiv qizman. Ha? Ha? Faqat siz o'sha paytda notanish bo'lganingiz uchun va qiliqlaringiz noodatiy bo'lgani uchun Aha. hech nima deyolmasdan ketayotgandim, chida. Nimaga shu paytda o'zida misol eng qizig'i siz o'zbekcha bilishingizni men bilmadim. Meni o'zbekligimni siz qanday bilmadingiz? Men aksentlarimdan, boshqadan. Siz o'zbek bo'lsangiz ham men o'zbek emasman-ku. Yo, baribir tushunasiz o'zbekchani. Tushunaman tabiiyki. Издевательство, что ли? Нет. O'ylaymanki, siz bilan meni oramizda hech qanaqa haligi noto'g'ri tushuncha yoki shunga o'xshagan narsalar qolmadi. Qolmadi. Men o'zim ham do'stlarim, kursdoshlarim bilan hazillashib, haliginaqa hazil qilib gapiraman. Siz izdevательство что ли dedingiz-ku? Ko'rdingizmi? Agar bir-birini tanimagan odam bir-biriga hazil qilsa, bu izdevательство bo'lib tuyuladi. Что men sizni izdevательство qilmaganligimni bildirib qo'ydim sizga, to'g'rimi? Bo'ldimi? Hammasi yaxshimi? Siz xursand, men xursand. Yaxshi hammasi. Somsa uchun ham rahmat. Nima uchun? Somsa uchun. Точно shu yerdami? O'tgan safar tashlab ketdingiz. Mayli, rahmat. Mayli, sog' bo'ling. Xafa bo'lmaysiz degan umiddaman.